Assalomu alaykum. Tili shirin, qo'li shirin opa-singillarim. Bugun sizlar bilan ajoyib mana shunaqa quymoqli pishiramiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi navbatda quymoqqa bir idish olamiz, sut solamiz, tuxum solamiz, osh sodasi va tuz solib va bitta piyozni mayda to'g'rab olamiz. Ozgina sir solamiz. Xohlagan sirdan solishingiz mumkin. Bir xil massa kelguncha yaxshilab aralashtiramiz. Ana endi un solamiz. Unni ham qamoq bo'lib qolmasin, yaxshilab aralashtirib, quyuq massa bilan suyuq massani, ya'ni un bilan oldingi massani bir xil holatga kelguncha aralashtirib olamiz. Quyuq suyuqligi mana shunaqa holatda bo'lishi kerak bo'ladi. Tovani qizdirib oldik. Ozginadan yog' solib Agar ko'proq yog' solsak, quymog'imiz yog'li bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun ozginadan solib kerak bo'lgan joyda. 2 qoshiqdan solib, mana massamizni aralashtirib solamiz. Xohlasanglar kattaroq, xohlasanglar kichkina solib, o'rta olovda pishiramiz. Quymoqni aylantirgandagi vilkada ozgina bosib qo'yinglar, ichi xom bo'lib qolmasin. Agar qalinroq bo'lsa, ichi namda bo'lganida pishgandan keyin suyuq bo'lib xom bo'lib qoladi. Shuning uchun bosib qo'yinglar. Albatta quymoq turlari juda ham ko'p. Men bittasini o'zim oilamga qanaqa tayyorlasam shunaqa ko'rsataman. Endi kerakli joyda ozgina yog' solamiz. Aylantirib, quymoqlarimizni yana bitta aylantirib, men 2-3 marta aylantiraman. Xuddi pirojkalarga o'xshab mazza qilib, chiroyli qilib pishirib olamiz. Qo'li shirin opa-singillarim, albatta kanalimda mehmon bo'lsanglar, kanalimga a'zo bo'linglar. Bugundan boshlab mazali, chiroyli retseptlarni yuklamoqchiman. Albatta dalda bo'lib, like bosib, paddeshga bo'lasizlar deb o'ylayman. Mana endi sekin ovoldik, yana keyin ozgina yog' solib, keyingi boshqa mana aralashtirib 2 qoshiqdan solib, quymoqchalarni pishirib olamiz. Bu quymoqqa xohlasanglar ko'k piyoz solsanglar bo'ladi. Xohlasanglar kolbasani mayda to'g'rab sovursanglar ham bo'ladi. Juda ham quymoq turlari ko'p. Albatta ertalab nonushtaga yoki yengilgina taomlanish uchun oilamizga tayyorlab bersak bo'ladi. Mana ichlarini issiqligida bo'lib ko'rsataman. Juda ham xushxo'r piyozlar bilan yaxshi ketadi. Bizning oilamizdagilar hammaligi mazza qilib talashib yeb olishadi, bolajonlarim. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Unaqa yog'li bo'lib ketmaydi. Marhamat, tayyorlab ko'rib, kommentariyada baho beringlar. Bu taomlarni pishirganingizda albatta g'oyibona duolaringizni eslab qo'ying.